Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Olinmasdan bo'layotgan obzorlardan biri. O'sha sportivniy guruchlar qisqarganlarga, boy mashinaga sportivniy guruchlar bor. Hozirgi qilayotgan obzorimiz Tahoe bo'ladi. Tahoe'ning katalizatori, Tahoe'ning katalizatori bo'linib ketgan katalizator erigan o'rtasidan. Bunisi ham bo'linyapti mana aka. Ular mashinani bo'g'gan, rasod ko'payib ketgan. O'zi rasod Tahoe'da ko'p bo'ladi, lekin bu o'sha 35 litr, 38 litr, 40 litrga chiqib ketib qoladigan holatlari bo'lgan. Shuning uchun biz buni diagnostika qo'yib, o'zi motor qilishga kelgan ekan, mashina bo'g'ilib qo'ygan ekan. Motor emas, buni diagnostikani katalizatordanligini bilib, ochib mana o'zlariga ko'rsatdik. Mabodo shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, olimlarga aloqaga chiqib oldik. Любой mashinani katalizatorini promitka qilib yoki alishtirib yoki ichini yig'ib, arzon variant qilib beriladi akalar. Yangi silsilalar, yengilari ham bor. Mana ko'rib turibsizlar, pechatlari bilan hamma mashinaga topiladi. Podpiskalar esidan chiqmasin, obzorlarni kuzatinglar. Atmet ko'rib qo'yinglar akalar. Odamlar ko'proq odamlar kuzatsin, bizga podдержка bo'ladi.